Assalomu alaykum aziz obunachilar. Yaxshimisizlar? Mana bizda ham 3-hafta keldi. Bu yerda Pele, Rijkaard, Beckham va ba'zi futbolchilar bor. Va bu mening yangi akkauntimda birinchi Open Pakim. Bizda Rijkaard, Beckham, Pele, Hamsik, Alfonso Davies va Thiago Silva kelgan. Bu yerda esa Guat, Onana kelgan. Xudo xohlasa biz bitta 117 yoki 16 futbolchi ushlashga harakat qilamiz. Va bizda hozirda 30 mingta olmos mavjud. Va bundan oldin men sizlarga bitta yangi akkauntni tanishtirib qo'ymoqchiman. Kanalga ham tashladim. Mana bu mening yangi akkauntim. O'zimning akkauntim esa sotib oldim, shu akkauntni oldim. Hop, bizda 30 mingta olmos bor. Va bu yerdan biz birinchi bu bekarga ochib olamiz. Bu yerda ham draft tushib qolishi mumkin. Ammo transfer. Hop. Shu bilan bizda 12 ta draft token mavjud. Va bu yerda 117 tushish 1%. Xudo xohlasa shu 1% omadimizga bersa bo'ldi. Mana bismillah. Bu yerda hech qanday yo'q. Bitta 10 tali bosamiz. Yo'q, yurmadi. Shuncha harakatchilik qilib ham bermadi. Mana bu yerda bitta qoldi va bittani ham ochib qo'ysak. Nima yo'q. Vida. Omad. Ajoyib. Bu yerdan bularda sanashtirib yuborsak. Endi 5 mingta bo'lar ekan. Sirdaryo o'tamiz. Hop, biz extra time'dan bunga o'tib ko'raylik. Bundan bu yerdan bitta buni bekarga ochib beramiz. Bu yerda 1000 ta tushadi. Bundan ham scout ochib beramiz. Hop, bu yerda esa bu futbolchilar bizga tushishi mumkin ekan. Bizga esa bular umuman keragi yo'q. Hech 115 yoki 114 normalniy игрокni tushirishga harakat qilish kerak. Midfielders. Totti yani. 114. Caicedo va Nico Pass. Festive fixture. Midfield. Presenter Eze Caicedo bor. Yaxshi. Lekin bizga kerak emas. Shunchaki bundan ochib qo'yamiz qiziqishga. Nechta olsa bo'ladi? 10 ta.
Jenny. Ko'p odamga shu yerdan devor, Castles tushyapti. Lekin menga albatta tushmadi. Boshqa akkaunt ochgan edim, shunga tushdi. Shu 2-3 ta futbolchilar bor ekan, o'ta ko'p tushar ekan. Lukaku. Bu yerda esa bizda nima bor? Hop. Pastga kerakli hech narsa yo'q. Hech qaysi burada yürümaydi menimcha, to'g'ri. 2, 4, 6, 8, 10 tarafı. Endi yana bo'ladi, beramizda. Bitta tarafga turgan boshqa. Men o'ta katta umid qilgan edim, bitta 117 ushlayman deb. Ammo omad kelmadi. Ko'rib turganingizdek. Bu yerga yashadam. Bitta yushash imkoniyatimiz bor. Pele futbol qiroli. False 9. Heider. Rijkaard. Center back hisobda o'ynaydi. Beckham. Real Madrid afsonasi. Bunga ham bu half winger. Erma o'ynaydi albatta. Bu ham o'ta kuchli bola. Alfonso Davies. O'ta tezlardan bittasi bu ham. Buni nimagadir Elma chiqarib qo'yishdi, lekin bu LB hujumda ham o'ynab berar ekan. Yaxshi. Lekin oyoq 5-3. Hamsik bu ham kuchli futbolist. Kam o'ynaydi albatta. Oyoq 5-5, dribbling, passing, pace kuchli. Thiago Silva. Portugal ligasida o'ynaydigan. Yaxshi. Boy Naurum 146 defending. Bizga bu yerdan bitta 117 tushib qolsa yaxshi bo'lardi. Ammo yo'q yana. Yo'q, belgisi kelmayapti. Afsuski yana yo'q. Biz bu yerdan Liga eksinchimiz ham yo'q. Albatta biz umuman omad ham yo'q ligaga qo'shib. Hop. Ammo lekin biror akkaunt o'ziga yarasha kuchlik. Today
Company Pizarro, Semenyo, Kroos, Dumfries, Yıldız, Alba, Rodri. Kendi account kuchlik. Ko'p tursizlar. Beckhamni tushiramiz bu yoqqa qo'yasizlik. Afsuski omad kelmadi. Bu yerda esa Capital Legends'da chapter 5 emas 4 kelgan. Bu yerda bu matchlarni o'ynaganlardan so'ng bitta voucher olasizlar. Matchlarda esa 500 rank up va 2600 ta olmos olsanglar bo'ladi. Rewards bölümü esa hali ham shu. Bizda esa mana shu 4 ta qo'ygan ekan yoki 5 ta. Kunda 2 marta aylantirib tushmasa shaqil tomosha qilib o'tira olasizlar. Bu yerda esa main kelgan. Mainda 3-chi ochilgan. Reputation. Valla buni tugatsalar, ashuni 3 ta olsalar kerak menimcha, yoki da buni 3 kun davomida olasizlar ekan. Bu yerda esa chapter 3 dan ham ajoyib sovg'alarga ega bo'lishingiz mumkin. Chapter 2 dan esa har kunlik sovg'ani bu yerdan olib tursanglar bo'ladi. Masalan, men O'zbekistonda chiqdi. Sizlar ham shuni olsanglar bo'ladi. Hop, shunday qilib bizga yana albatta omad yo'q. Har doimgi hol bo'lib qoldi bu omadsizlik. O'tgan safar Kroyf bilan De Bruyne tushgandan beri umuman kelmayapti. Ammo omad kulib qoladi degan umiddaman. Sizlarga esa kattakon rahmat bu arzimagan videoni ko'rganinglar uchun. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Tezroq 1K qilishimiz kerak. Komment va like bosinglar, like chiqsin video. Hammaga esa kattakon rahmat. Sizlar bilan FC Mobile o'z kanali bo'ldi. Kommentariyada akkauntni baholab ketinglar. 10 dan necha berasizlar?